Qo'lni ko'rasizlar. Xadicha qiz esinglardami? Dadaxon do'stimiz olib chiqqan bu qizaloq olamdan o'tdi. Sababi undagi boshlangan o'simda juda kech aniqlangan. Hozirda bu qizaloqni qo'llari aynan xuddi shunaqa ishib ketgan va bu bora-bora buyoshadi va qo'l ishib ketadi va bu narsa davom etadi. Bu qizimizning yoshlari 13 yoshda va ismlari Masuda. Bilasizmi, hozir shu qo'lingiz qanchalik aziz va bu qiz hozir qo'llardan ayrilishi mumkin. Ko'rayotganingizdek, bu holat, bu boshlanishi va bu butun qo'lga o'tib ketishi mumkin. Hozir Ramazon oyining ilk kunida turibmiz. Muborak oyi, go'zal oyi bir kunida turibmiz. Hozir qiladigan yaxshiligingiz 1000 barobar yoziladi. Unutmang, bir kun jannatga kirayotganingizda shu qiz sababchi bo'lishi mumkin. Hozir shu qizchani kulishiga, shu qizchani yana nafas olishiga va mana shu qo'llarni saqlab qolishida bizani va sizlarni katta yordamingiz kerak. Holati